Apa bilan qaynbeka birlashib oladidan balani kellasini yeydidan xotinni yomon ko'rsatadilar. Bir dona qaynbekani aralashishi bilan bir oila talaq bilan chiqib ketyapti. Balla yetim bo'lyapti. Qaynbekalar keladidan ukasini yog'asini xotinni yomonlaydi, opasini kelib yomonlaydi, akasini kelib yomonlaydi. O'rtada keyin gelin azob chekadidan ajrimlash o'xshagan narsalar ko'p foizi qaynbekalar ko'p o'rgatib turibdi hozirgi vaqtda. Ba'zi bir qaynbekalar o'zlari hayoti o'xshamaydidan qaytib keladi. Qaytib kelgandan keyin bir narsa yaxshi tushunib olish kerak. Uni xizmatini qilib o'tirgani uchun gelini o'zi aslida rahmat aytishi kerak. Nechunki uni majburiyati emas u. Qaytib kelgan qaynbeka xizmatini aytib, bolalarına qarab ovqatini pishirib, joylarini o'tib, kiyimlarini yuvib, kirlarini o'tib boshqa bu gelinning vazifasi emas. Aslida gelganini xizmatini etganlar rahmat aytib shukr etib o'tirish kerak. Birinchidan, ikkinchidan o'zi qaytib kelish xato bo'lgan. Og'ayasini uyına qaytib keladi mening qaraganda. Nechun bera keladi, nechun bera og'irini tushirish kerak? Endi qaytib kelganidan keyin xizmat etib turgan qaynbeka nechun endi qo'pol so'zlashi kerak? Etgan xatosi boshqasi uchun. Gelinni opasini yomonlaydi. Opa bilan qaynbeka birlashib oladidan balani kellasini yeydidan xotinni yomon ko'rsatadilar. Bu yerdan ham bari bir asosiy rol erda bo'ladi. Oilaviy munosabatlarda richakini tutib turadan, jilovni ushlab turadan, siyosatini qilishi kerak bo'lgan odam er bo'ladi. Xotin yaxshimi, yomonmi, opa yaxshimi, yomonmi, qaynbeka yaxshimi, yomonmi? Erning gapiga gap hisoblanadi. Qaynbeka keldimi, akasi, singlisi keldimi, ya uyingga git, ya uyga kelgan vaqtingda opamni ko'rmaganman boshqaga bir kun, yarim kunga ketdilar. Hurmatingda kel, xizmatingni atada oldinga qo'yadi, hurmatingda keldan, hurmatingda ket. Uyini ishini aralashma. Gelin yaxshimi, yomonmi, seni ishing emas u. Sen borib o'zing uyingga bor. Suqilma bizani oilaga, deyishi kerak. Aytishi kerak, opamma ishni gapidan bo'lma. Gelinni yomonlidan bo'lma. Shu meni xotinim shu, yaxshi bo'lsam, yomon bo'lsam men gaplashaman u bilan, sen emas. Opama biroq so'zlangni eshitmayin. O'rtada er tutib turish kerak. Opam ham shunday deyishi kerak. Opa endi yaxshi munosabatda bo'ladi baribirdan. Gelin so'zlasa, gap qaytardi bo'ladi, urush janjal chiqadi. Qaynona so'zlasa, yana ham shoh qol bo'ladi. Gelin so'zlolmaydi bu yerda. So'zladi, kelishmovchilik chiqadi yo ajrashib ketadi. Shuning uchun bu yerda asosiy so'zlaydigan odam er bo'ladi. Shunday vaziyatda xotinni er poddesh etishi kerak.